Hello. Bugungi videomiz uzunroq bo'ladi. Shuning uchun bemalol choy damlab yoki kofe tayyorlab, joylashib o'tirib oling va albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlarni albatta topasiz. Bugun biz A1 va A2 Goethe imtihonlari haqida gaplashamiz. Birinchi A1 imtihoni haqida batafsil ma'lumot beraman. A1 imtihoni ham 4 ta qismdan iborat. Ya'ni hören, lesen, schreiben, sprechen. Yani tinglab eshitish bosqichida sizga 20 daqiqa vaqt beriladi va eshitib o'sha har xil e'lonlar eshitasiz yoki radio, boshqa shunga o'xshagan har xil audiolarni eshitasiz va to'g'ri javobni belgilaysiz. Buning uchun 20 daqiqa vaqt beriladi. Keyingisi lesen. Lesenda esa har xil e'lonlarni, reklamalarni o'qiysiz va unga mos bo'lgan javobni tanlaysiz. Bunda esa 25 daqiqa vaqt beriladi. Keyingi qism esa bu schreiben qismi, ya'ni yozish qismi. Bunda email yozishingiz kerak bo'ladi, email yoki xat yozishingiz kerak bo'ladi, masalan, do'stingizga. Keyingi oxirgi qism esa sprechen. Bunda 15 daqiqa vaqt beriladi. Bu imtihonga 2 kishi yoki 3 kishi bo'lib kirishingiz mumkin. Bunda esa avvalo o'zingizni tanishtirasiz, yoshingiz, kasbingiz yoki o'qiysizmi. Keyin esa savollarga javob berasiz va sizning o'zingiz ham savol berishingiz kerak bo'ladi yoningizda o'tirgan sheriklaringizga. A2 imtihoni esa ham xuddi shu qismlardan tashkil topgan. Birinchisi hören, eshitib, tinglab eshitish. Bunda 30 daqiqa vaqt. Bunda har xil e'lonlarni, har xil suhbatlarni eshitib, savolga to'g'ri javobni tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa lesen. Bunda ham 30 daqiqa vaqt beriladi. Bunda ham siz har xil e'lonlarni, reklamalarni yoki gazetadan olingan parchalarni o'qib, savollarga javob berasiz. Va keyingi qismi schreibenda esa bunda bitta email yozasiz, masalan, do'stingizga yoki biron bir boshqa kishiga email yozasiz va oddiy bo'lgan anketani to'ldirasiz. Va oxirgi qism esa sprechen. Bunga ham 15 daqiqa vaqt beriladi. Bunda 2 kishi bo'lib kirasiz imtihonga va birinchi o'zingizni tanishtirasiz, hobbingiz, bo'sh vaqtingiz haqida aytasiz va keyin esa savollarga javob berasiz va savol berasiz va oxirida biron bir narsani reja qilasiz. Masalan, tug'ilgan kun bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kunning rejasini sherigingiz bilan tuzishingiz kerak bo'ladi. Endi bu imtihonlar modulyarmi? Modulyar degani bu har bitta qismi alohida topshiriladi. Ya'ni hören, lesen, schreiben, sprechen qismlari alohida topshiriladi. Mabodo biron bir qismidan o'ta olmasangiz, pastroq ball olsangiz, o'sha qismini qaytadan topshirishingiz mumkin va qolgan o'tgan qismlari esa saqlanib turadi, kuyib ketmaydi. Lekin A1 va A2 imtihonlari esa modulyarni emas. Bunda ballar общий hisoblanadi. Bunda 100 ball bo'ladi maksimum. Shundan 60 ballni yig'sangiz 5 tandan bo'ladi, ya'ni o'tdingiz bo'ladi. Agar 0 dan 59 ballgacha yig'sangiz esa o'tmaysiz, nechta 5 tandan bo'ladi. Bunda baholash sistemasi 100 ball bo'ladigan bo'lsa, shundan har bitta punktdan, ya'ni eshitish, yozish punktlaridan 25 balldan yig'ishingiz kerak bo'ladi. 25% ni tashkil qiladi. 25 ball emas, ya'ni 25% ni tashkil etadi har bitta qism. Imtihonga tayyorlanish uchun kerak bo'ladigan materiallar haqida gaplashamiz. Eng avvalo bu kitob. Sizning eng asosiy o'quv qo'llanmangiz bu kitob bo'lishi kerak. Faqatgina YouTube ga tayanib qolmang. Chunki YouTube bu faqatgina qo'shimcha material hisoblanadi. Demak, kitoblardan avvalo bu darajani o'rganish uchun tavsiya qiladigan kitoblarim eng sevimli va Goethe'da ham boshqa o'quv markazlarida ham ishlatiladigan kitoblar bular Menschen A1 va A2. Bundan foydalanib umumiy bilimingizni, ya'ni yaxshilab olganingizdan keyin imtihon uchun spesifik, ya'ni maxsus boshqa kitobdan foydalanishingiz kerak. Chunki bu kitoblardagi mashqlar imtihonni topshirishga yetmaydi. Bunda Fit fürs Goethe sertifikat kitobi yoki bo'lmasa Mit Erfolg zum Goethe sertifikat kitoblardan foydalansangiz bo'ladi. Bunda bu kitoblarda batafsil imtihon haqida qo'shimcha yana ma'lumotlar berilgan va qanday qilib oson topshirish yo'llari ham hammasi batafsil yoritilgan. Bundan tashqari qo'shimcha sifatida foydalanishingiz kerak. Masalan, DW Deutsch Lernen degan ilovasi ham bor, telefonda yuklab olsangiz bo'ladi. Yoki kinolari bor. Mana Nico Svik degan kino mashhur, hamma biladi.
bularni ko'ring. Keyin masalan lingua.com saytidan qo'shimcha tekstlar o'qing, tarjima qiling, tekstlarni pastda savollar bo'ladi, savollarga javob bering. Va eng asosiysi model testni o'sha Goethe institut saytida yuklab olishingiz mumkin. Bunda modul test berilgan, xuddi o'shanaqa test formatida bo'ladi imtihon. Ya'ni qanaqa formatda bo'lishini aniq bilmoqchi bo'lsangiz, albatta Goethe institut saytiga kiring va u yerdan modul testni yuklab oling va tayyorlaning. Va imtihonga qanday registratsiya qilsa bo'ladi? Buni ham ko'pchilik so'rashadi. Imtihonga registratsiya qilish uchun imtihonni topshirish joylari viloyatlarda ham bo'lishi mumkin, lekin ularni bilmayman. Toshkent shahrida lekin Goethe instituti bor va u yerda imtihonni topshiriladi. Imtihonlar ro'yxatdan o'tish uchun esa Goethe institut saytiga kirasiz va u yerda imtihonlar bo'limini tanlaysiz va u yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan daraja A1 yoki A2 ni tanlaysiz va dalcha o'zingiz qanday qilishni bilasiz va to'lovni ham onlayn to'lasangiz bo'ladi yoki naqd pulni Goethe institutiga olib borib to'lasangiz ham bo'ladi o'zining kassasidan. Agar ma'lumotlar qiziq va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozib qoldiring va men ularga javob beraman. Cheers!